5 ta razmer. Materiali internet. 6000 so'mdan, pachkasida adashmasam 10 ta. Nech pul aytasiz? 10 ming so'mdan. Bular nech pul beryapsiz? 2,5 ming beryapmiz. 2,5 ming so'mdan shortlar. Farqi yo'q-a, tanlovsi bo'laveradi. Hammasi 2,5 ming so'm. Hammasi 50 ming so'm ekan. Assalomu alaykum, oddiy sotuvchilar kanalining a'zolari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Manzilimizda Istanbul, Farg'ona viloyati Uchko'pir tumani Boboshev bozori. Sizga bitta bozorda atmosferasini ko'rsatib, tovarlarni ham narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, har xil turidan kiyimlar. Nech pul beryapsiz uni? Videoga olsamani? Reklamaga. Ha? Sizdan? 4 ming so'mdan. Anaqa matosi qanaqa edi? Lapsha matosi. Ko'rishingiz mumkin, har xil turidan. 4 ming so'm. Qochkada bir 10 ta bo'ladi. Blogida 50 ta bo'lsa kerak. Blogida 50 ta. Nomerlar aytiladimi, opa? 91lik 324 4402. Bozor manzara kerak bo'lsa Telegram kanalimizda topasizlar. Bu sizdan? Ha? Nech pul berasiz vodolaskani? Kurs 7,5 ming, buni 8,5 ming. Farqi nimada bo'lyapti? Buni tayyorlab birinchi sinfgacha tushadi-da. Ha. 6 yosh, 7 yosh. Razmer deydi. Ha, razmer. Ishtonchalarchi? Bular 2,5 mingdan. Ishtoncha 2,5 ming so'mdan. Kabi. Ko'proq olsa 2 ming ham qo'yib beraverasan. Ha. Kelishadigan narxlar. Rasvetka solingan, hammasi aralashtirib olsanglar bo'ladi. Birinchi biznes boshlamoqchi bo'lganlar uchun ajoyib narxlar. Nomerlar aytiladimi, opa? 90lik 978 81 22. Rahmat. Ko'rishingiz mumkin, har xil turidan joy. Reklamaga olsamani? Nech pul berasiz aka? 24 ming. Tepa pastda volkalarimiz 24 ming so'mdan. Ha, troykam. Bularchi? Bular 15 ming. 15 ming so'm. Necha yoshga tushadi? Bular 3 yoshga tushadi. 3 yoshga. 3 yoshgacha ekan. Maykalarchi? 5 ta razmer. Materiali 5 ta razmer. Materiali internet. 6 ming so'mdan, pachkasida adashmasam 10 ta. 4 yoshdan 10 ta solingan yo 1 yoshdan 5 yoshgacha. ha 1 2 3. Pachkada ham 1 2 3 ketgan ha. Bitta 3 razmer misol. Ha, bo'ldi. 3 yosh. 3 razmerdan 3 yoshga tushadigandan 10 ta. Bo'ldi. 5 yoshga Nomerlar aytiladimi aka? Telefon nomer. Reklama. 99 99lik 439 62 necha? 11. Bo'ldi. Rahmat aka. Lasina. Reklamaga olsam bo'ladimi? Telefon qilib zeriktiramiz. Bu narxini aytasiz bo'ldi. Nomeringizni bermay qo'yamiz. Nech pul aytasiz? 10 ming so'mdan. Bularchi? Ya bular ham bir xilmi? Yo'q, bular 14 ming. 15 ming so'm. 16 ming. 16. 11 ming. 11 ming so'm. Rahmat katta. Reklamaga olsam bo'ladimi? Gaplashyapti ekan, mayli. Boshqa. Ajoyib ko'ylaklar mana. Bozor haftada 2 kun, chorshanba va yakshanba kunlari bo'ladi. Turidan ko'rsatamiz. Iloji boricha so'rashga harakat qilyapmiz. Bozor juda tugadi, juda ham ko'pchilik edi odamlar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, xudo xolasa yangiliklar juda ham ko'p. Bundan keyingi videolarimizni yanada qiziqroqlarni chiqarishga harakat qilamiz. Videomiz bu safar qisqa bo'lishi mumkin. Sizlarga tushuntirib o'taman. Ular nech pul beryapsiz? 2,5 ming beryapmiz. 2,5 ming so'mdan shortlar. Farqi yo'q-a, tanlovsi bo'laveradi. Hammasi 2,5 ming so'm. Sizlarmi? Egasi o'liga so'ramabman. Nech pul berasiz aka? 18 ming beryapti. Razmer qanaqa? Pachkada nechta? Pachkada 10 ta. Pachkada 10 ta. Rasvetka qilib beraverasiz. 5 yoshgacha tushaveradi. 5 yoshgacha. Standart ekanda. Standart. Standart 5 yoshgacha tushaveradi. Matos jabka tepasi. Past Singapur. Singapur. Fasonlar bor har xil. Har xil ko'rsataman. Nech pul? 18 deyapsan. 18 ming. Yana kelishadigan narx bor. Ko'proq olsa. Optim ko'proq olsa endi sal yo'lda. Nomerni aytladimi? Nomer o'zingizga murojaat Ha, qilishaveradi. bo'ldi aka, rahmat. Nomerlarimizni ekranga chiqarib qo'yamiz. Telegram kanalimizda ham bor. Bular nech pul beryapsiz endi? Nargisi Sezon tugayapti. 15 ming. Sezon tugaga yo'q, endi kelyapti. Endi kelyapti buniki.
Bo'ldi. 15 ming so'm. Razmeri qanaqa? Hozirga kiyadigan narsa. Hozir kiyadigan narsa. Bularchi? 10 mingdan. Bunisi ham 15 mingdan. Hozir kiyadigan narsa bular hammasi. Bo'lish narximi bu? Bo'lish narxi. Bo'ldi, rahmat. Xo'sh, endi bu yoqda ko'ylaklar ko'rsatib o'tamiz. Optimal narx, rasvetkadan muammo yo'q ularda. Joyimizda bitta bo'linib o'tdi. Manzilimiz Farg'ona viloyati 3 tuman Boboshev bozorida olinyapti. Ki narxlar qanaqa endi? Ya bir xilmi? Mana shu uzun ko'ylakgacha 50 ming. Pashta hammasi ekanda. Hammasi 50 ming so'm ekan. Mana sizlarga. Ana uchtasi boshqacha xolos. 1 2 3. Ha, bu metgacha 50 ming ekan yog'i. Bular nechi pul? 60 mingdan. 60 mingdan. Pachkaga. Donaga bunaqa yo'q. Donaga yo'q. Kesib beraverasiz dona. Kesib beraveraman. Kesib. Narxi unaqa berilmaydi. Ozgina qo'shiladi. Ozgina qo'shiladi. Kelib bemalol savdo qilaverasizlar. Bular matosi qanaqa? Xabar. Ulardagi Silin shtampi. silin shtampi. Yaxshisidan. Mana sizlarga. Chiramagan. Har xil turidan. Kimga kerak bo'lsa shuni skrinshot qilib bizga tashlanglar. Unik to'layotga dasturxonimiz bor. Pochtadan chiqarib yuboramiz, muammosi bo'lmaydi. Endi biz bu yo'lga qarab ketamiz. Aka rahmat. Reklamaga olsam mayli aka? Nechi pul berasiz? 20 ming so'm. Xabar bo'lsa kerak bu ya. Qalesin. Qalesin. Optimga kelishtirib berishar ekan 20 ming so'mdan. Vishkalikdan oldi. O'shancha sal narxida ham farqi bor. Hayuchalar bor. Oyoq ham shunaqa narx. Shunaqa narx. Mana shunday. Rahmat. Mana bu yo'lga. Shu bozor tugadi. Bozor oxirida video qilyapmiz. Egasi bor. Misollardan op. Mana ko'ylagim rosa zo'r chiqdi. Hamma sotishyapti. Tepalik. Xo'sh, videomizni shu joyda tugatamiz. Endi bundan keyingi videolarimizda ko'ylaklar bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, bemalol ko'raverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati 3 tuman Boboshev bozori. Kim kerak bo'lsa lakasamiz Telegram kanalida bor. O'tib so'raverasizlar. Sizlarda qolib ketgan tovaringlar yoki o'zingizlar do'koninglar reklamasi qilish kerak bo'lsa, bizda reklama xizmatlari ham bor. Bemalol foydalansanglar bo'ladi. Chiroyli narxlarda qilib beramiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.